Sardorboy Domchiq saytasi deyapsiz. Prokuraturaning orqa tomonida 3-etajda 2 xonali tayyor remontlari, shunday kirib yashashga tayyor uyimiz sotuvga qo'yilgan. Vobshe zo'r joy. Bu tomoni prokuraturaning orqasi, domlar, odamlar yashaydi, maza qilib yashaysizlar. Endi bir qator ichganini ko'ramiz. Ketdik qani. Do'stlar, kirganda ko'rib turibsizlar, eshiklar shumka bo'lgan, koridor kutib oladi. Ponni xonamiz aboy. Xo'p, kirganimizda chap qo'lda sanuzel, bu yerda issiq suv, sovuq suv, muammo yo'q, hojatxona, rakvina, hamma yo'qlari bor, vobshe zo'r. Bu tomonimizda ko'rib turibsizlar, oshxona, uголовlar qo'yib, maza qilib ovqatlar pishirib, choy ichadigan joy. Duh kontrlarni qo'yishib beradi, gaz plita, vitishkalargacha qo'yishib beradi. Xullas, kirasizlar, yashaysizlar, o'ta zo'r joy. Bizni kuzatayotgan opalar ham sekin xo'jayingizga bitta erkalik qilsangiz olib berishaveradi. Narxi ham unaqa qimmatbaho. Xo'p, kirganimizda bu spalniy xonamiz abo'ylab bo'lgan, chiroyli holatda pardalarni qo'yishib, vobshe zo'r, xullas, MDF eshiklar. Xo'p, bu tomonimizda mehmonxona mavjud ekan, ko'rib turibsizlar. Bular ham abo'ylab, pardalarni qilib, skromniy qilib zo'r qilib qo'yishgan ekan. Kirasizlar, yashaysizlar. Narxi ham o'ta zo'r narx, xudo xolasa. Olgan odam maza qiladi. Ushbu uyning narxini 6,5 ming so'rayapti, telefon qilaverasizlar egalariga. Plus 4 million 500 mingdan krediti bor ekan. Qolgan to'liq ma'lumotlarni egalariga olaverasizlar. Xolasalaring bo'lib berishga ham gaplashilaveradi. Sog' bo'linglar, like bosib, uy olaman deganlarga jo'natib qo'yamiz.